Bugün yine bir saatlik naq meydan tarqatishni o'yladim. Chunki kechikib qoldim men ish. Bir izini. Cho'ng yo'l yerga yaqin, cho'ng yo'lga yaqin yer bo'lg'achqa ovoz biroz kuchli shunga tezlanib yurdim. Bugun avval yana tafsir javharlardan 10 bet o'qiyman. Andan keyin xatir yozman kul bo'yicha. Anadaki bugün yine başka İngilizce, Türkçe kitaplarını okuyayım. Ondan olsa başlayayım. Bugün 61. betten 70. betkiçe okuyayımız avval tefsir cevherlerden. Aldın kıtım 42. 43. 44. ayetlerninki tercümesini okup tüketken emdi tefsirini başlayımız. Sure Enfal'na tefsiri. Allah Taala bizge öz vaqtida musulmon askarlarning Mekkadan kelgan mushriklar qo'shini ustidan g'alaba qilishida alayli cho'ng roli bo'lgan katta ne'matlarni eslatib o'tdi. Bu albatta Alloh Taolaga shukr etishimizni va har qanday bir g'animatni taqsim qilishda Alloh Taolaning ko'rsatmalariga amal qilishimizni talab qiladi. Ey iymon etganlar, Badr g'azoti bo'lgan kunda islom qo'shini bilan mushriklar qo'shinidan iborat ikki qo'shin uchrashgan vaqtdagi ahvolni eslanglarki, u vaqtda sizlar Vadining Madinaga yaqin tarafida edinglar. Gerçi bu o'rin menish qiyin, putlar telib turadigan qumliq joy bo'lsa-mu, sizlar bu yerni tanlagan edinglar. Mekkadan kelgan mushriklar qo'shini Vadining Madinaga yiroq tarafida edi. U joy suvga yaqin, urush qilishga o'g'ayliq, yaxshi joy edi. Quraysh qabilasining Abu Sufyan yetakchiligidagi savdo karvoni sizlarning to'yal tarafinglarda edi. Ularni mushriklar qo'shini qattiq mudofaa qilishga tirishayotdi. Bunday qilish shaksizki, ularning ruhini ko'taradi. Bilinglarki, agar sizlar mushriklar qo'shini bilan uchrashishni va'dalashgan taqdirda, o'zinglarning ozligini, mushriklarning ko'pligini ko'rib, albatta urushning vaqti to'g'riliq ixtilofga tushgan bo'lardinglar. Lekin Alloh Taolo sizlarni g'alabaga erishtirishni iroda qilganlikdan, o'zining bu irodasini amalga oshirish uchun sizlarni ular bilan mushundoq va'dasizlik uchrashtirdi. Allah Taala bu ishlarning hammasini musulmonlarga g'alaba va yordamning faqatla Alloh Taolo tarafidan kelganligini, Alloh Taolaning musulmonlarni son jihatda oz va tayyorligi to'liq bo'lmagan ahvol ostidami kofirlar ustidan g'alaba qilishga muyassar qilganligini o'zlariga bildirib qo'yish va ularning Alloh Taologa shukr etish burchini eslatish uchun shunday qildi. Alloh Taolo bu ishni musulmonlarni g'alabaga erishtirish, mushriklarni mag'lub qilishdan iborat, o'zi iroda qilgan ishni amalga oshirish uchun halok bo'lganlarning o'p-o'chiq dalilini ko'rib, ondan halok bo'lishi, yashaydiganlarning o'p-o'chiq dalilini ko'rib, ondan yashash uchun shunday qildi. Agar ishning beshida Alloh Taolo musulmonlarga yordam bermagan bo'lsa edi, musulmonlar albatta og'ir mag'lubiyatga uchragan bo'lardi. Shu aniqki, Alloh Taolo hamma narsaga qodirdir. U haqiqiy mu'minlarning va yaxshi kishilarning yordamchisidir. Alloh Taolo o'z vaqtida musulmonlarga dushmanlar ustidan katta g'alaba ato qildi. Shuning bilan Alloh Taoloning mushriklar qo'shiniga ishorat qilib, sayuhzamul jam'u va yuvalluna ad-dubur. Ya'ni bu jamoa yaqinda mag'lub qilindi va orqaga qarab qochdi degan so'zi amalga oshdi. Bu odatli ish emas, balki kofirlarning kuchini bechit qiladigan, buddistlik aqidasini yiltizini qo'mirib tashlaydigan mo'jizalik ishdir. Ba'zi mufassirlar oyatdagi liyahlika man halaka an bayyinati va yahya man hayya an bayyina degan oyatni
Bu kafir bo'lganlarning opuchuq dalil paketini ko'rgandan keyin kafir bo'lishi, iymon etadiganlarning opuchuq dalil paketini ko'rgandan keyin iymon etishi uchundir deb tafsir qilgan. Chunki ularning nazarida oyatdagi halokat kufridir, hayot iymondir. Shaksizki Alloh taologa iymon etib, islom ko'rsatmasi bo'yicha yashagan odam haqiqiy hayot odam bo'lib, u mangulik baxtli hayotga erishadi. Ammo iymon etmagan odam ma'naviy jihatdan o'lik odam bo'lib, uning oqibati halokatdir. Ey payg'ambar, shuni eslaginki, o'z vaqtida Alloh taolo tushingda sana kofirlarning sonini oz va ularni ojiz ko'rsatdi. Ondan sen sahobalarni bu ahvoldan xabardor qilding. Shuning bilan ularning qalbini mustahkam qilding, qo'rqmaydigan qilding. Agar Alloh taolo sana kofirlarning sonini o'z pitiga bo'yicha ko'p ko'rsatgan bo'lsa edi, albatta sizlar qo'rqib ketardinglar. Ko'nglinglarga andishi tushadi va jangshira cho'qim talash tartish qilishatdinglar. Lekin Alloh taolo sizlarni talash tartish qilishdan va mag'lubiyatdan saqlab qoldi. Sizlar aslida Shamdan kelayotgan karvonni ko'zlab yo'lga chiqqan edinglar. Ondan Alloh taolo sizlarning Makka qo'shinlari va Savdo karvonidan iborat ikki guruhning birini yengib, chiqirganliginglarni va'da qildi. Karvon qochib ketdi. Shuning bilan sizlarning oldinglarda Makkadan kelgan mushriklar qo'shini bilan urush qilishlik qoldi. Nihoyat Alloh taoloning yordami bilan sizlar urushda g'alaba qildinglar. Sizlar Badrda dushman qo'shini bilan uchrashgan chig'inglarda Alloh taolo sizlarni dushmanlarga qarshi turishda qo'rqmas bo'lsin deb, ularning sonini sizlarning ko'zinglarga oz ko'rsatdi va ularning sizlarga qarshi tayyorlikda bo'lmasin va mag'rurlanmasin deb, sizlarning soninglarni ularning ko'zlariga oz ko'rsatdi. Bu urush boshlanishdan burungi ahvol edi. Ammo urush boshlangan chog'da kofirlarning ko'zlariga musulmonlarning soni o'zlaridan 2 ortiq ko'p ko'rindi. Bu sababdan ular qattiq cho'chib hudini yo'qotdi. Ularning ruhiy kayfiyati nacharlashib ketdi. Ularni umidsizlik ilkiga ilib oldi. Qad kana lakum ayatun fi fi'atayn iltaqata. Fi'atun tuqatilu fi sabilillahi va ukhra kafiratun yarawnahum mislayhim ra'yal 'ayn. Wallahu yu'ayyidu bi nasrihi man yasha. Inna fi zalika la'ibratan li ulil absar. Ya'ni ey Yahudilar, Badr g'azotida uchrashgan shu ikki guruhda sizlar uchun ibrat bor edi. Biri Alloh yo'lida urushayotgan guruhdir. Yana biri ko'zlariga musulmonlar o'zlaridek ikkisi ko'rinib ketgan kofirlar guruhidir. Alloh xohlagan kishini yordam berib qo'llaydi. Buningda farosat egalari uchun albatta ibrat bor. Bularning hammasi Alloh taoloning islom qo'shinini g'alabaga erishtirishdan iborat, azaldan o'zi taqdir qilib bo'lgan bir ishni amalga oshirish uchundir. Hamma ish Alloh taologa qaytarildi va uning degandek bo'ldi. Men bir narsani unutib qolibman. Yuzgullik kitob o'qish qani. Mayda. Muhim nuqtalari. Birinchi, Badr g'azoti islom tarixidagi eng mashhur hal qilg'uch g'azot bo'lib, musulmonlar Makka mushriklari oldida o'zlarining haqiqat ustida ekanligini va kuch-qudratini isbotlagan edi. Ikkinchi, Alloh taolo haqiqiy ma'nodagi mo'min bandlarga yordam qiladi va ularga nusrat ato qiladi. Uchinchi, g'alaba yoki mag'lubiyat Alloh taoloning irodasi bilan bo'ldi. Musulmonlar g'alabaga tegishli bo'lganda, Alloh taolo ularga g'alaba ato qiladi. Bu xuddi Muhammad alayhissalomga va keyingi ulgurlik musulmonlarga g'alaba ato qilganiga o'xshash. Ammo musulmonlar o'z manfaatining quliga, mol dunyoning mastonligi va shaxsiyatchiligining namunalariga aylanib qolgan zamonlarda Alloh taoloning yordami ularga kelmaydi. Jihad to'g'risidagi nasihatlar. Bismillahirrohmanirrohim. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فأثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم
واصبروا إن الله مع الصابرين ولا تكونوا كالذين خرجوا من ديارهم بطرا ورئاء الناس ويصدون عن سبيل الله والله بما يعملون محيط. Tərcümesi: Ey iman etqanlar, kafirlərdən bolğan qandaqlı bir topqa uçraşsаңlar, müstəhkəm turunglar. Muvaffaqiyat qazanışыңlar üçün Allah'ını köp yad etinglar. 46. ayet. Allahqa və onun peyğəmbərə itaat qılыңlar. İxtilaf qilishmanglar. Bolmasa acizləşib qalısızlar. Kuch-quvvatlarınlar ketib qalıdı. Chidamlıq bolunglar. Çünki Allah chidamlıq bolğuchilar bilan birlidir. 47. ayet. Sizlar yurtlardan ko'ranglagan va insonlarga o'zini ko'rsatgan holda chiqqan kishilarni Allah'ның yo'lidan to'sadigan kishilarga o'xshash bo'lmanglar. Allah ularning hamma ishlarini to'liq bilib turguchidir. Tafsiri: Ey Alloh taologa va uning payg'ambariga iymon etgan kishilar, sizlar jang maydonida kofirlar qo'shini bilan uchrashgan chig'inglarda mustahkam va chidamchan bo'lib urush qilinglar. Urush maydonidan keyninglarga burilib ketishdan qattiq qadar aylanglar. Urush maydonida mustahkam turish fazilat, qachish bo'lsa cho'ng gunohlardan bo'lib, jazosi og'ir bo'ladi. G'alaba qozonishinglar uchun Alloh taoloni hargiz esinglardan chiqarmanglar. Har vaqt uni ko'p yod etib turinglar. Ala bi zikrillohi tatma'innul qulub. Ya'ni bilinglarki, dillar Allohni yod etish bilan aram topadi. Haqiqatan Alloh taoloni yod etib turish bilan ko'ngillar xotirjam bo'ladi va iymonning lazzatini tetig'ili bo'ladi. Alloh taologa iltijo qilish bilan qiyinchilikdan xalos bo'lg'ili bo'ladi. Alloh taolo o'ziga iltijo qilg'uchining munojatini cho'qim anglag'uchidir. Bo'libmi din dushmanlari ustidan g'alaba va nusrat tilab, uning iltijo qilgan chig'inglarda agar sizlar sabablarni to'liq o'rindasanglar, niyatinglar durust bo'lsa, Alloh taolo sizlarning duoyinglarni albatta ijobat qiladi. Shunga sizlar kofirlar qo'shiniga uchrashgan vaqtinglarda chidamliq bo'linglar, bo'shanglik qilmanglar. Alloh taoloning yordamidan qat'iy umidsizlanmanglar. Din va dunyolik barliq ishinglarda uningga va uning payg'ambariga itoat qilinglar. Dinda ve peygamber buyurgan işlerde ixtilaf qilishmanglar ve bölünüşten saqlaninglar. Çünkü bölünüş mağlubiyetinin sebeplerinden biridir. İlgiri ötken ümmetlerimi özlerisi ixtilaf qilishib bölüngenligi, peygamberinin buyruğuna boysunmaganlığı sebeplik halak kılıngan. O'rinsiz talash tartish halokatning boshlang'ichi, baxtsizlikning va vayron bo'lishning sababidir. Ba'zida ixtilof sababidan davlat qo'ldan ketib qoladi. Kuch-quvvat tugaydi. Ey iymon etganlar, shunga sizlar sabrchan bo'linglar. Düşman bilan ilishishda chidamchan bo'linglar. Chunki chidamchanlik bilan sabrchanlik mo'minlarning eng yaxshi quroli bo'lgandek, Alloh taologa eng yaqinlik keladigan xislatidir. Shaksizki Alloh taolo haqiqiy mo'minlar bilan hamisha birlidir. Ularga yordam qiladi, ularni qo'g'daydi va ularni g'alabalariga erishtiradi. Sizlar Shamdan kelgan savdo karvonini qo'g'dash uchun Makkadan yo'lga chiqqan mushriklar qo'shiniga o'xshash bo'lib qilishdan saqlaninglar. Chunki ular Alloh taolaning ne'matlariga shukr qilmay, tuzkorlik qilib, haq dinni qabul qilishdan bosh tortib, kishilarga zulm qilish va o'zini ko'rsatish uchun hakovurlik bilan yo'lga chiqqan edi. Ularga karvonlar musulmonlarning qo'lidan qutuldi. Endi qaytib ketinglar deyilganda, ularning katibishi Abu Jahil: "Yo'q, biz qaytmaymiz. Biz Badrga berib, nag'ma-navo qilib, haroq-sharob ichib bazma qilamiz. Atrofdagi arablarga bizning Madinaga besib kelganligimizni va musulmonlarning qo'rqitganligimizni bildirib, hayva qilamiz" dedi. Oldingi oyatlarda mushriklar qo'shinining oqibatining qanday bo'lganligini bildik. Alloh taolo ularni o'zlari orzulagan haroq-sharob bilan emas, balki o'limning ochiq sharbati bilan sug'ardi. Ularning bazmisini motamga aylantirdi. Ularning mol bo'g'izlab ziyofat qilishni gadallargacha qilich chepilishga almashtirdi. Ish shundoq bo'ldi. Ey iymon etganlar, sizlar hargiz o mushriklarga o'xshash hakovur va mutakabbir bo'lmanglar. Chunki ularning Makkadan sizlarga qarshi qo'shin tartib yo'lga chiqqan vaqtidagi holati shundoq edi. Bilinglarki, Alloh taolo ularning hamma ishlarini, hamma qilmishlarini bilib turdi. Har kishiga uning qilgan amaliga yarasha jazo yoki mukofot berdi. Kofirlar qo'shini bilan jang maydonida uchrashganda chidamliq bo'lish, Alloh taoloni ko'p yod etish va uning iltijo qilish, uningga va uning payg'ambariga itoat qilish, o'zinglardan bo'lgan ish boshqaruvchilarga va harbiy qo'mondonlarga itoat qilish, o'rinsiz talash tartish qilmaslik, bo'linmaslik, eng qiyin sharoitlarda sabrchanlik bilan chidamchanlik bilan ish ko'rish, haqiqatan bosh tortmaslik, kishilarga takabburlik va cho'ngchilik qilmaslik, riyoxo'rlikdan yiroq turish qatorli ishlarning hammasi musulmonning g'albisiga turtki bo'ladigan omillardir. Muhim nuqtalari: qo'mondonga bo'ysunish, taqvodorlik doirasida ish ko'rish,
Birlikni saqlash, ixlosmand va chidamchan bo'lish, qiyinchiliklar oldida mustahkam bo'lish qatorliqlar urushlarda g'alaba qilishning omillaridir. Ikkinchi, buyruqni ijro qilmaslik, shaxsiy manfaatga berilib ketish, birlikni buzish, mag'rurlanish, samimiyatsizlik qilish qatorliq nachar omillar urushlarda mag'lubiyatga uchrashga sabab bo'ladi. Shaytonning hiyli mikrlari. Bismillahirrohmanirrohim. وإذ زين لهم الشيطان أعمالهم وقال لا غالب لكم اليوم من الناس وإني جار لكم فلما تراءت الفئتان نكس على عقبيه وقال إني بريء منكم إني أرى ما لا ترون إني أخاف الله والله شديد العقاب إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم وذوقوا عذاب الحريق ذلك بما قدمت أيديكم وأن الله ليس بظلام للعبيد. Tərcüməsi: Öz vaqtida şeytan ularning qilmishlarini o'zlariga chiroyli ko'rsatib, bugun sizlarni hech kim yenga olmaydi. Men haqiqatan sizlarga madadkor degan edim. Ammo ikki qo'shin uchrashgan chog'da shayton orqasiga chekindi va mening sizlar bilan hech bir aloqam yo'q. Sizlar kirmayotganini men ko'rib turyapman. Men rostli Allohdan qo'rqaman. Allohning azobi qattiqdir dedi. 49-oyat. O'z vaqtida munofiqlar dillarida shak kesili borlar musulmonlarni ko'rsatib turib, bularni o'zlarining dini aldab qo'ydi. Shun ular o'zidan ko'p sonli qo'shin bilan urushdi degan edi. Kimki Allohga tavakkul qiladigan, Alloh haqiqatan g'olibdir, hikmat bilan ish qilg'uchidir. 50-oyat. Farishtalar Badr g'azotida kofirlarning yuzlariga va orqalariga urib turib, ularga do'zaxning ko'ydirgich azobini tetinglar deb ularning jonlarini ilayotgan holatni ko'rgan bo'lsang, to'limi qo'rqinchli holatni ko'ratdim. 51-oyat. Bu azob sizlarning o'z qo'llaringlar bilan sodir qilgan qilmishinglar tufaylidandir. Alloh bandalariga qilchi zulm qilg'uchi emasdir. Tafsiri: Ey payg'ambar, shuni eslaginki, o'z vaqtida shayton kofirlarga ularning Alloh taoloning diniga qarshi sodir qilgan barliq qilmishlarini chiroyli ko'rsatib, ularni yomonlikqa tixmi vasvasa qilib, oxir ularni gardankashlikni yoqtiradigan, haqiqatni qabul qilmaydigan holga keltirib qo'ygan edi. Shuning bilan ular o'zlarini mangu mag'lub bo'lmaydigan qo'shin deb o'ylab qoldi va to'limi ko'ranglab ketdi. Ammo islom qo'shini bilan mushriklar qo'shinidan iborat ikki qo'shin Badrda uchrashgan chog'da shayton orqasiga chekildi. Ularni noumid holda tashlab qo'ydi. Mana bu shaytonning dunyoda kofir bilan bo'lgan ahvolidir. Shaytonning oxiratdagi ahvolimi dunyoda o'ziga ergashgan azg'unlarning umidini yerda qo'yishdan iborat bo'ladi. Chunki shayton ularga qilchilikmi yordam qila olmaydi. Ulardan azobni yengiltolmaydi. Ba'zi mufassirlar Badr urushi bo'lgan kuni iblisning Kinona qabilasining shoiri Suraqa ibn Malikning suratida kelib, Makkadan kelgan mushriklar qo'shini bilan so'zlashganligi va ularga yordam berganligi to'g'riliq va'dalarni berganligi, ondan ikki qo'shin uchrashib jang boshlangan chog'da iblisning darhol qochib ketganligi to'g'riliq ba'zi qissalarni bayon qilgan. Ammo Allama Sayyid Qutb Fizilalul Qur'on nomli tafsirda mundaq degan: İblisning mushriklarning qilmishlarini o'zlariga chiroyli qilib ko'rsatganligi, ularga yordam qildiganligini va'da qilib, ularni musulmonlarga qarshi urushga chiqishga qiziqtirganligi Qur'onning oyati bilan ta'kidlangan aniq haqiqatdir. Ammo biz iblisning ularga o'z qilmishlarini qanday shaklda chiroyli ko'rsatganligi, ularga bugun sizlarni hech kim yenga olmaydi. Men haqiqatan sizlarga madadkor degan so'zni qaysi usulda uqtirganligi, keyin ikki qo'shin uchrashganda qanday qochib ketganligi va qochgan vaqtida nima deganligi haqida tafsilotini bilmaymiz. İblis va uning tavalari bo'lgan shaytonlar insonlarni ana shunday aldaydi. Ularga chiroyli va'dalarni berib, ularning ko'nglini tindirdi va ularni yomon ishga davomli kuch kiritdi.
Andın ularni azdırıp bulup, ularning tartqan ziyon zahmatlarini tomosha qildi. Ahvol shundoq tursimu, ba'zi insonlar, ya'ni yanala shaytonlarga ergashidi va ularning nayronlariga aldanib qoladi. Öz vaqtida munofiqlar va dillarda hasadxo'rlik, o'chmanlik va shak kesli bor odamlar musulmonlarni ko'rsatib turib, bularni ularning dini aldab qo'ydi. Shunga ular o'z diniga ishonch qilganlikdan mag'rurlanib o'zlarini yengilmas qo'shin deb o'ylab qilishdi va aran 300 necha kishi turib, Makkadan kelgan 1000 dan ortiq qo'shin bilan urush qilib chiqdi degan edi. Alloh taologa chin ishonib, uningga tayangan bandalar uchun Allah Taala kupa ekanligini va ularga cho'qim madad berdiganligini munofiqlar nereden bilsin? Bu munofiqlar haqiqat ustida mustahkam turgan mo'minlarni Alloh taoloning har vaqt aziz qildiganligini, ularni dushmanlari ustidan g'olib qiladiganligini va yordami bilan ularni kuchlantiradiganligini nereden bilsin? Alloh taolo o'zi iroda qilgan har qanday bir ishni amalga oshirishga albatta qodirdir. Hammaga g'olib kelguchidir. Barliq ishlarni hikmat bilan qilguchidir. Bandalarning ahvolini to'liq bilguchidir. Ey payg'ambar, agar sen jon olg'uchi farishtalarning kofirlarning jonlarini elayotganda, u kofirlarning jon tortishayotgan holini bir ko'rsang, albatta to'limi dahshatlik va bukmi qo'rqinchli bir ahvolni ko'rgan bo'larding. Chunki u vaqtda farishtalar kofirlarning yuzlariga va orqalariga to'mir qamchilar bilan urib turib, ularga do'zaxning ko'ydirguchi azobini tetinglar deydi. Bu ayni vaqtda kofirlar uchun oxiratda bo'ladigan qattiq azobdan xabar berishdir. Ammo haqiqiy azobni ular oxiratda ko'radi. Shu vaqtda kofirlarga deyildiki, bu azob oqibatlar sizlarning dunyoda o'z qo'linglar bilan sodir qilgan qilmishlaringlar sababidan bo'ldi. Chunki Alloh taolo bandalarni bekorga jazolamaydi, sababsiz azoblamaydi. Alloh taolo bandalarga aslo uvol qilg'uchi emas. Alloh taolo faqat ularning qilmishlarini odillik bilan bartaraf qiladi. Har bir kishiga mukofot va jazodan bo'lgan tegishli nisbasini beradi. Muhim nuqtalari: kofirlarning mahaq yo'ldan ozganlarning qilmishlarini shaytonlar ularga yo'lliq va chiroyli qilib ko'rsatib, shuning bilan ular his qilmasdan o'zlarining mag'lubiyatini va halokatini hozirlaydi. Ikkinchi, o'zlarining ichki dunyosini yoshirib kelgan munofiqlarning pul mol ketadigan, jon pido qilish talab qiladigan halqiliq paytlarda abdi bashirsi oshkorlanib qoladi. Uchinchi, har ishda yetarlik sabablarni o'rinlash bilan bir vaqtda Alloh taologa chin ishonch bilan tayinish musulmonlar uchun farzdir. To'rtinchi, qabrning azobi va rohati haqdir. Qabrning azobi kofirlarga va musulmonlardan bo'lgan asiy gunohkorlarga bo'ladi. Ammo uning rohati taqvodor mo'minlarga xosdir. Qabrida bo'ladigan ishlar barzax olamiga, ya'ni bu dunyo bilan oxirat o'tirsidagi olamga xos ishlar bo'lganlikdan, bu ishlarni tiriklar barliq fan texnikalarni qo'llangan taqdirdami bilolmaydi va his qilolmaydi. Shuning bilan bugunlik o'qish vazifamiz tugadi. Alhamdulillah. Endi xat yozaylik. Ne kadar? Ya kalite. Bugün bu nakşını koyup buraya.
Kritik düşünce alışkanlıklarınızı fark edin. Olumsuz olumsuz düşünce kalıplarınızı değiştirmenin size kazandıracaklarını tahmin ederek yazın. Kritik düşünceyi fark etmek, yaşamın karmaşıklıklarını anlamanın ve daha derin bir anlayışa ulaşmanın anahtarıdır. Bugün düşüncelerinizi sorgulayın, farkındalığınızı artırın ve kritik düşünceyle donanmış bir bakış açısıyla dünyayı keşfedin. Çünkü kritik düşünce bilinçli bir yaşam sürmenin ve etkili kararlar almanın güçlü bir temelidir.
Hoş geldin. Yaşlarsın.
endi men sizlarga bugun xitoycha kitob o'qib beraychi avval. Anamdaki inglizcha. Oy, tur, jim tur. Jim tur. Voy, anam. Bugün ben sizlerge 今天我给你们读一本书，开始读第三逻辑。我以前听说过这本书，在微信公众号上好多人推荐这本书。今天1000页1000页可以呀、作者简介浏览Remy资深创始人，微软前战略合作总监，5分钟商学院主理人，腾讯、百度，还有恒基地产、中原国际、诚信资本、康宝莱、拍拍货等多家企业的战略顾问，香港上市公司恒富控股独立董事，互联网转型专家。主有畅销书《每个人的商学院》系列，5分钟商学院系列，新零售，2012买张船票去南极，人生就是一场突如其来的旅行。互联网，加小米、阿里板趋势红利、商业洞察力、商业建设等。序言：如何用第三逻辑看清世界的底牌？2016年9月25日那天，我依旧在出差。本该好好休息的柴绿叶我、罗老师、罗金宇，头部话都没有困意，因为无意零点我的课程5分钟商学院零基础基础篇正式上线。这是我在得到上的第一门课程，上线过程一波三折。原本预定在10月上线的课程，突然接到通知，需提早上线。当时这门课程我才录了2-3节，没什么库存就上线了。当天0点上线后，又出现了播放问题，因为音频压缩导致有金属音，
我马上拿出随身携带的录音笔，重新录了一遍，更换了音频，折腾到凌晨1、2点才最终完成。第二天，也就是9月26日，我万万没有想到，当天就有7000多人订阅了5分钟商学院。我非常高兴，但也诚惶诚恐。自此，我终于开出了一个承诺，一个要花一整年交付的承诺。2016年是非常辛苦的一年，我有半年以上的时间都在出差路上，剩余时间每天都要花14个小时来做5分钟商学院。但是，一切都有了回报。1年后，这门课程已经有了14万学员。5年后的今天，这门课程已经有46万人加入。这就意味着有32万学员在课程正式结束之后加入的。这更令我高兴，因为我不希望这只是做1年就结束了的事，我希望做一件能够长期延续下去的事情。于是，在这门课程中，我讲述了一些商业的底层逻辑，因为只有底层逻辑才有生命力。在面临变化的时候，底层逻辑能够应用到新的变化里面，从而产生新的方法论。什么是底层逻辑？2012年，马云和王健林试了一个1元赌局，如果10年之后，电商在中国零售市场所占的份额超过50%，王健林就给马云1亿元；如果没超过50%，马云给王健林1亿元。今天我们会看多年前的这个赌局，不得不深思，为什么这2个人对各自代表的线上线下经济的看法会有如此大的分歧？一方打败另一方，是因为二者之间有天大的不同吗？不是的，是因为相同的地方更多，一方才有机会干掉另一方。以万达为代表的线下经济和以阿里巴巴为代表的线上经济，在底层逻辑上没有本质的区别。从本质上来说，二者都是流量转化率、客单价和复购率4部分的不同组合。可能一方的做法与另一方不一样，但是双方服务的客户提供的价值是一样的。就好比一个做鞋子的干不掉一个卖水果的，因为他们之间没有太多相同之处。2个人发生争执的时候，一定是因为他们之间有更多的相同之处，而不是不同之处。完全不同的2个人是吵不起来的。事物间的共同点就是底层逻辑。只有不同之中的相同之处，变化背后不变的东西才是底层逻辑。只有底层逻辑才是有生命力的。只有底层逻辑在我们面临环境变化时，才能被应用到新的变化中，从而产生适应新环境的方法论。所以我们说，底层逻辑加环境变化等于方法论。如果只教给你各行各业的干货，方法论；
那只是授人以渔，一旦环境出现任何变化，干货就不再适用。但如果教给你的是底层逻辑，那就是授人以渔。你可以通过不变的底层逻辑推演出顺应时势的方法论。所以，只有掌握了底层逻辑，只有深深到万变中的不变，才能动态的、持续的看清事物的本质。在这本书中，我把在5分钟商学院中讲述的底层逻辑的内容进行了总结，与你分享是非对错、思考问题、个体进化、理解他人、社会协作5个方面的底层逻辑，带你看清世界的底牌。底层逻辑来源于不同中的相同，变化背后的不变。底层逻辑并不局限于商业世界。希望你在看到千变万化的世界后，依然能心态平静不焦虑，能够通过底层逻辑环境变量，不断创造新的方法论，看清世界的底牌，始终如鱼得水。第1章，是非对错的底层逻辑。一个人心中应该有3种对错观：以为韩非经过周密的计划绑架了首富的儿子，最终首富以数亿元赎回了儿子。整个过程惊心动魄，跌宕起伏无数一部警匪大片。其中一段首富和绑匪的对话却令人深思。绑匪问首富：“你为什么这么冷静？”首富回答：“因为这次是我错了。我们在当地知名度这么高，但是一点防备都没有。比如我去打球，早上5点多自己开车出门，在路上几部车就可以把我围下来，而我竟然一点防备都没有。我要仔细检讨一下。”什么？首富说自己错了？为什么？明明是绑匪违反了法律，绑架了他的儿子。从法律上来说，肯定是绑匪错了，所以绑匪要为他的行为坐牢，接受法律的制裁。但我们站在首富的角度看，也许这种事情通过加强安保等措施是可以改变的，他却因为没有做，导致儿子被绑架，最终花了数亿元赎回儿子。还好最终破财消灭了，如果被撕票，那损失就更大了。但那时只是用法律手段制裁了绑匪，又有什么用？损失已经发生，且无法挽回。所以首富只是说他错了，是他真觉得自己错了，不是客气。首富的这种处事方法，在心理学领域可有一个重要概念来解释，叫客体分离。客体分离理论由奥地利心理学家阿尔弗雷德·阿德勒提出，原意只要解决人际关系的烦恼，就要
区分什么是你的课题，什么是我的课题。绑架索要赎金是绑匪的课题，而因绑架遭受损失是首富的课题。比如，有人在地铁里塞了我一脚，谁的错？我的错。明明是他塞了我，为什么是我的错呢？难道我不应该要求他道歉吗？我可以要求他道歉，但是道歉有什么用？而且我要求他道歉不需要花时间吗？他耍无赖和我吵起来，不是更需要花时间吗？我的时间难道没地方花了吗？对方还可能反咬一口：你怎么把脚乱放啊？那怎么办？我要说我的错，我的错，然后心平气和的走到旁边。这是因为我的时间比他的值钱，浪费同样的时间，我的损失大。谁的损失大，就是谁的错。一个人心中应该有3种对错观：一、法学家的对错观；二、经济学家的对错观；三、商人的对错观。评论家谁经济确凿谁的错？法学家。经济学家将是制定者谁社会总成本低谁的错？商人正是人生谁损失大谁的错？举个例子，坏人 A 图片好人 B 进入 C 的没有锁门的工地，B 失足摔死了。请问这是谁的错？法学家的对错观。对于上述情况，法学家可能会说，这当然是 A 的错，这就是蓄意谋杀，还有什么好讨论的？是的，如果证据确凿，在法学家眼中这就是 A 的错，但是这种大快人心的对错观不一定能避免类似案件再度发生。法学家做不到的事情，经济学家也许能做到。经济学家的对错观。对于上述情况，经济学家可能有不同看法，是 C 的错。也许有人会说啊，为什么呀？ C 也太妙了吧。经济学家是这样考虑的：整个社会为避免 B 被 A 诱骗进入 C 的工地要付出的成本，比 C 把工地的门锁上的成本高得多。虽然惩罚 C 会让其觉得冤，但是以后所有工地的拥有者就都会把门锁上了，于是这样的事情会大量减少。经济学家是从社会总成本的角度来判断一件事的对错在谁。虽然有时这样的判断看上去不合理，但会比从纯粹的道义的角度更有效果。商人的对错观。对于上述情况，商人可能这样想：不管是 A 的错还是 C 的错，B 都死了。不管上
不管让谁承担责任，都无法起死回生。从个体利益最大的角度看，只能怪自己。我看不懂这商人和经济学家为什么分裂。也许必在生命的最后一刻会想，这是我的错，我不该寻到被爱、被偏执色。再看一个例子，一个人走在人行横道上时，一辆卡车冲他驰驰而来，所有人都大声呼喊，叫他让开，他却淡定地说：“他不能撞我，他撞我是违反交通法规的，他负全责。我就不让。”最后，这个行人被卡车撞死了。这是谁的错？卡车司机的错。当然，但是这样的判断无法救回人生的命。行人那时应该这样想：不让就是我错，因为不让开我就会死。对于第一个例子，法学家认为 A 错，经济学家认为 C 错，商人认为 B 错。这就是三种对错观。如果你是评论家，可以选择法学家的立场；如果你是政策制定者，可以选择经济学家的立场。如果将要失足摔死的就是你自己，我建议你选择商人的立场。我的错都是我的错，因为我的损失最大。总之，谁的损失大就是谁的错。小提示：判断损失发生后应该怪谁，就看谁因此损失大。一件事情出现不好的结果时，责怪、埋怨、后悔都是无用的，他们改变不了结果。如果自己有所损失，只能怪自己，也只有自己才能改变事情最终的结果，靠自己，自强者顽强。可以呀，这本书。Şimdi ben sizlere İngilizce kitap okuyayım. Türkçe kitap. Elon Musk nerede? Elon Musk nerede Alaaddin? Salahattin? Bilmiyor musun? Anlat. Hı? Ben gördüm. Gördüm. Qanchalik vaqt o'tdi men jonli yayın qilib o'tgili 67 minut. Bugun mushuqchilik bo'lsin. Aslida inglizcha kitob o'qimoqchi edim-da, 5 minutlik kitob o'qitaychi, bo'lmasa inglizcha, 5 minut o'qitay ya. Sizlarni saqlab turinglar. Nerede? İyi belki. Set ovozi chiqarmanglar-chu. Mana shu kitob ajab tuyulmadimi? Yerim bo'lmabdi. Erkeğim bıraktım bunu ki. Ay, ben bunu mu okuyacağım ya? Şimdi.
Neyse. Okuyayım bari. A sexual turn. 13-year-old Jessica confided to her friend Stacy that kids at school were pressuring her to perform oral sex on a male classmate at an upcoming party. They say it's how I can prove that I belong with their group, she said. Jessica wasn't sure how she felt about the matter. Sexually, she had no interest in the boy, but she was tickled at being at the center of all this attention. The question, would she do it, wouldn't she, was the subject of much titillated speculation at school. She was overweight and never a member of the in crowd. Stacy Stacy herself, bewildered by the responsibility of advising her friend on such an emotionally charged matter, told her own father about Jessica's dilemma. The father, after some consideration, thought it best to inform Jessica's parents. They were shocked, having had no idea either of their daughter's precarious social situation or of the pressure she was facing to become sexually active. By the time they approached Jessica with their concerns, the act had been done. She had succumbed in this case not even to the sexual demands of a boy she was trying to pleasure or hoping to develop a relationship with, but purely to the persuasion of her peer group. As we all realize, sex is rarely about just sex. In the case of Jessica, it certainly wasn't. Sometimes it's about a hunger to be desired. It may be an escape from boredom or loneliness, boredom or loneliness. It may also be a way of stacking territory or claiming a possession, or may serve as an attempt to lock into an exclusive relationship with another. Sex can be a powerful symbol of status and recognition. It can be about scoring or about belonging or fitting in or clinging and holding on. It may be about dominance or submission, or may function to please someone. Sex, in some cases, reflects a lack of boundaries and an inability to say no. It can, of course, express love, heartfelt passion, and true intimacy, nearly always in one form or another. Sex is about attachment. In the lives of our adolescents, it is most often an expression of unfulfilled attachment needs. The age of first sexual activity is becoming younger and younger. According to a 1997 study by the Centers for Disease Control, over twice as many ninth grade girls, 6.5%, that 12th graders reported having had sex before the age of 13. Among American boys in the ninth grade, nearly 15% admitted to sexual activity before age 13, while over twice the number among 12th graders.
The story is the same in Canada, where a study published in 2000 found that more than 13% of girls in the 1990s had sex before they were 15, double the comparable statistic from the early 1980s. There is uh, an, an anecdotal, I think. Let me look up this word. It's anecdotal. 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 What does it mean? Informal, unreliable, based on her. Okay. Okay. Anecdotal. Evidence both in the United States and Canada that a large number of teenagers engage in oral sex as a substitute for intercourse without recognizing that they have had sex at all. There is this disturbing shift in attitude of oral sex, annual intercourse, everything but. Eleanor Metika Tydale, a professor of sociology at the University of Windsor, has said, a 19-year-old baseball prospect, a draft pick of the Los Angeles Dodgers for 2003, was found guilty of inviting sexual touching by a minor and sentenced to 45 days in jail. On one occasion, the young athlete had had two girls, aged 12 and 13, perform oral sex on him. At his successful appeal, he argued that he had not initiated the contact. The girls had. And why? The two alleged victims told the court that it was routine in their community for 7th grade girls to offer oral sex to boys. One of them said that she participated because everyone else was doing it and she didn't want to be left out. Coupled with the troubling precocity of sexual activity is the debasement of sexuality. There is a great difference between sexual contact as an expression of genuine intimacy and sexual contact as a primitive attachment dynamic. The result of the latter is inevitably dissatisfaction and an addictive promiscuity. As 17-year-old Nicholas experienced, something is not right. Nicholas began. Everything is working for me. I have plenty of sex, but I guess I've never really made love. My friends all look up to me for the kind of girls I can score with, but I'm not very good at what you call the intimacy thing. In the morning, I never know what to say to a girl. All I want to do is call up one of my buddies and brag. Nicholas' dilemma may be said to be the age-old Don Juan syndrome many males have suffered from, but it's one faced these days by many young men whose sexual initiation and history occur
in the context of the peer culture. I want to stop here. Okay. Bugünlük müşinçlik bolsun inşallah. Evet, görüşemiz. Selamet bolsun.